Men atirgulman. Qizil rangim dopaminni faollashtiradi. Poyamni 45 gradus kes va suvni har kuni almashtirsang, 10 kungacha yashayman. Men liliyaman. Changimni olib tashlasang va toza suv quysang, 10 kungacha nafis bo'lib turaman. Men piyonman. Mavsumim qisqa, shuning uchun qimmatman. Sovuq suv va kesilgan poya bilan 7 kungacha hashamat berib turaman. Men lolaman. Sovuq suvda uzoqroq turaman. Har 2 kunda poyamni kessang, 7 kungacha chiroyimni saqlab turaman. Men ranunculusman. Nozikman, lekin nafislik timsoliman. Sovuq suv va toza vazaga solsang, 7 kun go'zalligimni saqlayman. Men gortenziyaman. Ko'p suv ichaman. Chanqasam, darhol so'lib qolaman. Suv bersang, yana tiklanaman. Men freziyaman. Iforim kayfiyatni ko'taradi. Suvim toza bo'lsa, 10 kungacha xushbo'ylik tarataman. Hurmatli ayol va qizlar, sizlarni kirib kelayotgan 8-mart bayramingiz bilan Clarityus jamoasi tabriklaydi. Bizga obuna bo'lishni unutmang.